Salom do'stlar, sizlar bilan men WCraft yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men Real Soccer Pro ya'ni futbol o'ynaydigan o'yinda Yevropa Kubogini o'tkazaman. Hozir o'ynab yutqazib qo'ydim Fransiyaga qarshi yarim finalda. Portugaliyani tanlovdim, yana Portugaliyani tanlayman. Random emas. Xo'p, endi bo'lsa o'zim tanlayman. Kuchsizlarini tushiraman men kuchsizlarini, mana bunisini tushiraman. Xullas ishim chiqib qoldi. Endi bo'lsa qaysini tanlasak ekan? Mayli, Daniya tanlaymiz. Oho, Serbiyani ham tanlasak bo'ladi. Qolgani mana bunday bo'ladi. Turkiyada Arda o'ynasa zo'r bo'lardi. Xo'p, Polshada Lewandowski o'ynasa zo'r bo'lardi. Lewandowski o'ynaydi va Fransiya o'lim guruhiga tushdi menimcha. Fransiya. Xullas boshlasa ham bo'ladi. Men eng kuchsiz deb hisoblaydiganlarimni tanlayman. Endi oson bo'lsin-da menga endi. Men uchun ularda gol. Guruhda 3 ta o'ynaymiz. Agar birinchi o'ringa ikkinchi o'rin bo'lsak, play-offga chiqamiz. Yutqazib qo'ysak hamma narsa tugaydi deganlar. Play-offga chiqsak, yutqazib qo'ysak. Video boshida aytdim, hali inaqa deb. Fransiyaga yutqazib qo'ydim deb. Yarim finalda deb, hozir o'ynab deb. O'sha xatoni to'g'rilashim kerak. Yarim finalda Fransiya bilan o'ynash xato edi. Nega Fransiya bilan o'ynadim? Men senga hozircha kuchsizlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin juda ham kuchli davrlar keladi hali. Endi patah qilamiz. Bular ko'pincha kallalari bilan oyog'i bilan o'ynasa ham bo'lardi. Endi bo'lsa wow. Bular ko'ryapsizlarmi? Xullas endi bo'lsa o'zgartirishimiz mumkinmikan? Yo'q, o'zgartirish shart emas. O'zi ikkosi ham zo'r o'ynayapti. Biz tepamiz deyapman va endi patah. Nima yapti IKU? Endi biz ma'lum qilsa ham bo'ladi. Ular deb turganiga qizil kart yo'q, sariq kartochka beror. Men ham degim keladi, lekin degim kelmaydi. Demayman ya'ni. Xo'p, mana bu yerda hujumlarimni ko'ryapsizlarmi? Tushga hech qanaqa imkoniyat qolmadi bunda. Xo'p, 81-soniya, chunki bu soniyalab ketadi, daqiqasiz hisoblanadi. Ayyorlik ishlatamiz. Endi biz bavdi qilamiz va deyapman men va oxirgi hujumga kirasammi va qanday gol urmaslik mumkin bu vaziyatda bilmadim, lekin 4-1 Ular tezroq bo'lishimiz kerak, tezroq. Xo'p, tengisi Daniyaga qarshi guruhga qaraganim yo'q. Menimcha ikkinchi o'rindaman. Mayli, birinchi o'rinda bo'lishim ham mumkin. Men senga yaramas. Bunda oxirida takrorlangan narsa o'yinda boshida takrorlanyapti. Bas. Men ulushini deyapman. Ulush kim bilmasa qismlar degani, masalan, doirani 4 ga bo'lsanglar, bitta qismi sizlarda uruvchilar bo'ladi. 4 ta masalan. Ulushni kim bilmasa 3-sinfda o'tadi. 3-sinfda o'tadi. Va ulushni men 3-sinfdan. Endi bo'lsa, debman. Daniya yomon o'ynamayapti, yaxshi o'ynayapti desa ham bo'ladi. Lekin menda yaxshi o'ynayapti deyish bu xatomikin? Men golni buzalasan, yaramas. Men senga nima qildim? Xo'p. Bana senga yaramas men. Bitta golga o'zingdan ketib qolma. Bitta gol urgandan keyin ketib
qolmasangchi. Mana sizga tepamiz va gol urdik. Yarim maydondan ham gol uryapman, lekin juda ham jiddiy maydon. Ko'ryapsizlarmi? Muxlislar ham bu maydonga 100 ta ham sig'maydi. 100 ta sig'adi menimcha. 100 dona muxlis sig'adi. Davom ettiramiz xullas. Sen yorasan ekanda. Bitta oyog'iga uchini tekkizib qo'yganga. Bo'lsa mana bunday qilamiz dedim. Gol. Ла-ла-ла-ла. Пуч-гуш, ты пуч-гуш. Ты пуч, ты куду-гуду-гуш. Летишь ты буду-гуду-гуш. Летишь ты буду-гуду-гуш. На-на-на-ну-ну-ну-нуш. Ta-ta-ta-tu-du-du-du-dush. Tush-tush-tush-tush. To'qma qo'shiqlar aytyapman. Va biz oxirgi soniyalarda gol urdik. Unchalik ham muhim bo'lmas, lekin guruhda birinchi o'ringa chiqishimiz mukammal edi. Va biz guruhda birinchi o'rindamiz. Agar menga Serbiya 6 ta gol urolasa, qanday bo'ladi-da? Mendan o'tib ketadi. 6 ta gol urolasa. Chunki men 6 ta gol uribman, jami deyapman. 6 ta gol uribman, kim deyapman men? Shtangani tepasiga tegdi. Shtangaga tegmaslik kerak. Shtangaga tegman. Nima ekan? Ro'zaga tegishga. Ro'zan to'riga tegsangchi. Pasadagi to'riga tegsa o'lib bo'lasanmi? Bo'lmayapti. Chiqib oldik bu vaziyatdan ham. Ana. Men o'rtacha guruh tanlabman, normalniy, kuchli klublarni tanlabman. Normalniy ekanda bular. O'ylab qarasa bir normalniy bekmen. Xo'p, endi bo'lsa men nechta tugab qoldi birpasda. Mavni qilolmadim men. Lekin menga hali 6 ta gol urish kerak. Baribir guruh play-offga chiqaman. Bas, Egera bas. Qani ketdik. Serbiya yomon emas o'ynayapti, lekin bizlar kuchli o'ynayapti hisobda. Xullas. Qaror endi kuchli o'ynayapti menda. Bas, Egera. Bas, Bekmen demoqchisan. Bek emish. Menga 6 ta gol ursin, utasan. Menimcha bu hozir menga 6 ta gol urib qo'yadi. Basiga. Hisob qisardi, lekin bu hech narsa emas. Kerak bo'lsa kerak. Biz hozir shuni bilib olamiz. Bas, Egera bas. To'pda olishga haqqi yo'q, Baqiga. Pasport noming yo'q. Pasport noming yo'q olishga. To'pda olishga pasport noming yo'q. Oxirgi hujum edi bu. Oxirgi hujum. Yotqazgan bo'lsa ham chiqdi play-offga Serbiya bilan birga. Ikkinchi o'rinda bu papa cool. Qani kimga qarshi o'ynayman ekan? Rossiyaga qarshi o'ynayman ekan. Va men kiyimlarni almashtirib qo'yapman-da. Bir xil ko'rinmasligi uchun. Va video necha minut bo'lgan ko'rinmayapti. Taxminan 9 yoki 5 minut bo'ldi shekilli. Menimcha. Va uzoqdan tepdik va u darvozaga kirmadi. Basiga. Basiga. Nega o'xshamayapti? Ular parapartishlik qo'yguncha men gol urishim kerak edi. Hozir bir-biriga yopishib olishdi. Bir-birini sog'ingani uchun basenga. Nima kalla bilan kalla qo'yapsan? Bilan kalla qo'ysang o'lib qolmaysan. Va gol urma. Yaxshi darvoza bor. Berish kerak bunga. Rossiyaga qarshi o'ynayapmiz. Xuddi Koreyadagi o'yin. Playoffda yutqizish mumkin emas. Men guruh o'ynadim. Eslab o'tiribman. Pasenga. Birinchi taym tugadi. Ikkinchi taymda men qabul qilishga harakat qilaman. Va
Normalniy, seryozni emas hecham. Va bunday qilamiz, bunday sekingina, lekin sekingina deng, nima mayli, sekingina tepa mase masengi ramas belki meligiga tunam. Xursand bo'lmash kerak. Gol urposhi ham mumkin. Gol urposhi ham. Kalla qo'yib ham to'sib bo'lyapti. U qo'lab ham to'sib bo'lyapti. Bu qo'lab ham to'sib bo'lyapti bu. Bizning darvozabon unvonini berish yetishmayotgan darvozabonimiz. Va biz comeback qildik. Kichik comeback qildik. Comeback kim bilmasa, masalan 1-0 2-1 qilib ketish, ya'ni yutqazayotgandan keyin yutish. Germaniyaga qarshi o'ynayman ekan, final qilamanki, Fransiyaga qarshi o'ynayman. Fransiyaga qarshi o'ynasam o'lib qolaman. Fransiya kuchli, yutolmadi. Bunday qilamiz. Senga yaramas bekmen. Germaniya yaxshi o'ynaydi shekilli. Amali bir balvo qilib yutarmanda. Sharmanda bo'lmayman-da. Va endi bo'lsa tepilsangchi, tep kalla qo'y. Endi bayolga chiqarib berasa hamayli. Balli qilamiz. 12 ta futbolchi biz undan ham zo'r bo'lasizdi. Hisob ochildi. Lekin bu hech narsani anglatmaydi. 0-0 bo'lganicha qabul qilaveramiz. Senga yaramas. Lekin menligingga aytuvdim. Bunday qilamiz. Osmonlarga uchib ketsa zo'r bo'lasizdi desam, birinchi tugadi. Sal qolsa gol urib qo'yasizmi-ki o'zim. Yaxshiyam birinchi taym tugab qoldi. O'zingdan ketma, Patsan o'zingdan ketma, lekin Patsan o'zingdan ketma. Patsan. O'zidan ketmasin-da, bu hat-trick qilib qo'yapman, hat-trick. Pataba. Shut qilamanki, finaldagi raqibim bo'lmaydi. Fransiya yiravra. Yepitravra. Hisob to'g'rilab qo'yish mumkin. Hali vaqt bor. O'zimizdan ketmasligimiz kerak. Hech bo'lmasa 5-2 qilib qo'ysa bo'ladi. Va balolar qilyapman kalla bilan. To'sib qo'ydi. Bu safar to'smasa kirra. Va uzoqlarga tepor lekin darvozaga borib qoldi desam, yutdik. Finalga chiqdik. Voy, bu talabaga, iltimos. Men uchun harakat qilib bersa bo'lardi Ispaniya. Ispaniyaga qarshi o'ynabdi. Bu safar men yutaman. Xotirjamlikda o'zimiz qo'mamiz, madurmizda o'ynaymiz. Bas gol urmasang-chi. Gol urmadi. 11-sekund. 1-sekund. Gol hech narsani anglatmaydi. Bas bekmet. Video necha minut bo'pti? 14 minut bo'pti. Kuvi. Va Varsi saqlab qoldi. Akrobat deb saqlab qoldi. Ko'zi bir xil ekan ko'rinishi. Bitta bir xil ekan xullas. Bavdi qilamiz xullas. Bo'lsa bavdi qilamiz-da. Gol urib tashlaymiz. Maza qilib tashlaymiz. Bavdi qilamiz. Baviga kelsangchi to'pga bas, bu yerga kel. Va birinchi taym tugadi. Senga yaramas. Tudim to'p.
Oho, bizim maydon, meni maydon bo'lmasa ham lekin motivatsiyali o'yin ko'rsatyapman. Motivatsiya emasdan motivatsiyalayapman. O'zimda o'zim motivatsiya chiqyapti ichimdan. O'zimga o'zim maqtab yubormaslik kerak. Hisobda ham 5-4 ketishi mumkinmikan? 100 ta zarba berdim. Endi gol bo'lsang-chi. Gol bo'lsang-chi endi 100 ta zarba berdim. Qotib qoldim va geldi. Basega yarab bekmen koştu. Balo bo'lyapti. Hozir pauza qilib turaman. Xotiramda joy to'lgan bo'lsa bo'shatib olaman. Xotirada joyni bo'shataman-cha. Endi bo'lsa va dedim men senga. Va deyapman men senga va deyapman. Nimcha gol bo'lmay qo'yaverasan. Va nihoyat. Finalda yetdik. Yutdik xullas. Ozgina ovozini balandlatamiz. Kitobda bu maydon yutishmagan bo'lsa ham xursand bo'lyapti. Va chempion Portugaliya! Biz shuncha harakat qilib finalgacha Fransiyani yutib ta'qib qildik. Va biz g'alabani qo'lga kiritdik. Xullas, keyingi videolargacha uchrashguncha xayr salomat bo'linglar.